Süleyman kardeşim hamda başka mesela şu zavodda 3 yılgacha turib sizni ta setib bo'lgan araliqqa birdamdekin kelaydi. Zavodda mesela ishlash jarayonida başka mesela qiz o'g'il billa chiqibdi mesela bu yerda. Mesela qanchalik qizlar bor bu yerda o'g'illar mesela bu sizlarga muomala, uning sizlarga nazorat qilishga billa chiqqan Xitoyning g'alchilari sizlarga mesela qanday muomala qildi? Xitoylar bilan o'xshash ishlayapti, mesela nima ishlarni zavodning ichida, shu to'xu zavodida qanday nimalarni ko'rdingiz? Bir video va o'rnak bir video. Shuni men chiqarib qo'ysak. U yer borgandan keyin bizning ishlash vaqtimiz bo'lsin, mayli bizga bo'lgan pozitsiyasi bo'lsin, Xitoylar bilan hargiz o'xshash olmaydi. Chunki bizga mas'ul bo'lib chiqqan shu tavallikdan chiqqan ishki shu hukumatning odami bor Xitoyninki. Bizga asosan bevosita boshlig'imiz shu. Biz yurtda, shu komitetda, dadida bizga qanday muomala qilgan bo'lsa, shu yerda shu aniq qilmamsa yo'q, mani qilmamsa deya Xitoylarning orasida hargiz unday ish yo'q. Hatta Xitoylar ishdan tushib ketgan chaqdimi, bizning bolalar yerib qolmadi deb davomli ishlab qilib hatta tamoq yeyish vaqtini qo'shib, shu tamoq yeyishni qo'shib 12 soatdan 14 soatgacha ishlaymiz endi. O jarayonda bir tozliq uyga chiqib chiray deb, endi oramizda boshqa bolalar bor, ancha mujtama chekadigan. Mujtama chekib bo'lguncha keyin izlab chiqib, hatto xonada o'tirib olsa, shu yerdan chaqirib akirgan ahvollar bor. Shu darajada endi bir vaqt zich. Yani normalde o türmeden bir farkı yoktu ama işletip yani ameliyatda qilinayotgan o bu derecedeki nazaret yani. To'g'ri, endi turmidinmi bir qarab chiqing desak bo'ladi. Chunki hech bo'lmasa turmida endi qo'padigan, uxlaydigan vaqti bor ekan, tamoqqa vaqti ekan. Biz ish tutgan chaqda ishni tushimiz. Ismini qo'sh desa, biz uni yoqlaydigan huquqimiz bo'lmaydi u yerda. Tamoqlar-chi? Sizlar ayrim tamoq qiladimi? Tamoqni endi u Xitoylar u yerni tamoq yemaydi, maqsad shu biz Uyg'urlarning tamoq turdi. Bir endi uni biz tungan debmi o'ylamadik, birisi hamda Xitoyga o'xshaydigan bir shapaq to'pini kiyiblar tamoq etidi. Biz asosan degidek shu tuxum, moma, aqmifan shuni jiqraq yeymiz. Bo'lmasa shu go'sht qatmagan bir xil sayli bor endi. Ta'mi yo'q, lavza bir xil sayni qo'rib, to'liq tuz selib shuni berdi endi. Yeymiz. Bu sharoitda mesela zerikib endi har qanday inson jondan to'ydigan endi bu sharoitsiz so'zlagan bo'lmadi. Mesela zerikib menga ishni qilman ketaman deb xohlaganda so'mkangni olib chiqib ketmaysizlar. Yo'q. U yerda o'zi ixtiyori qilib berib, o'zi ixtiyori qilib ketadigan ahvol yo'q. Balki faqat bu ishimizga patmay qilgan chaqda ancha-muncha bizga tasalli berib qo'ydi. Va bu degan hukumatning o'rlashtirgan ish tutasizlar deganni shu yaxshi ishlar qilyapsizlar hozir deb ashta qilib kallamizni yo'yish qo'rindi. Öz aranglarda mesela ashta qilib ochiqlikni yondirdi shu. Aranglarda mesela ishlayotganmi shu mesela yigitlarimiz, yoshlarimiz mesela bunda paranglashgan vaqtida nimalarni deysizmi shu zulmni ko'rayotganlar mesela siz ham dashar yashadingiz bu ishlarni. Parang nima bo'ladi? Endi u yerdagi to'lisi bo'lgan paranglar u yerning o'zining parangini qilishmaymiz chunki bizni kunda qilayotgan ishimiz o'xshash. Bir kun, 2 kun, 3 kun, 10 kun deysak u yerdagi gaplarni deyishli bo'ldi. Shuni bilan deymiz. Shu xomush bo'lib ketadigan gap. Chunki qachon ketamiz adash anglasak, birisi og'rib kelib ketibdi deb angladik, deb endi boshqa yerga borgan og'aylarimiz bor emasmi? Masalan, o'zimizning tonish og'aylarimiz boshqa yerga ketib, shu yerdan ancha-muncha aloqalashganlar bor. Og'rib qolibdi, shuning bilan operatsiyaga tushib qolgan bo'lib, shunga yurtqa yetibdi deya shunday gaplarni angladik endi. Hatta oramizdami, shu bir qizvolining shu qo'lini kesib olgan bir ahvol bor shu yerda.
Onu şu doktorxonaga apirib, tikkizibdi. Ondan keyin 10 kun atrofida aram elib, davomli ishlab shu bir qo'lni esib ishildi shu joyda. Shu. Hakikaten iş kılıp bu numussuz tecavüzçülerimdi. Vatanimizde mi şu Ramazan'da mı oylap bakın yani. Sizler o tıkı yaş hem de nurgun nasiga chidab ketgan bo'lishinglar mumkin. Şu Ramazan demeymi şu çıkan en yeni görünüşlerdi şu. Vatanda öyle östen, öyle bu bütün nasi maşinleşip ketgan bir davrda şu qeyri ayollar, qeyri bovaylarni yig'ib olib şu qumliq top uçup durduğun yerlerde çıkan nurgun müşketimi videolar çıkıp gitti. Şu zulüm hele hem devam kılıklıkta hem de. Ma o qeyriken, ma o... To'g'ri, men aytdim shu kichik vaqtimda men uyda tursam, onam aşağı ketib, bir joy yig'lab kelganini bilaman. Bir dadijan bordi, yashangan bir ayolni urib, shu etizlikning beshida işte urib digiltib aytganini, shuni deb kelib bola mushkun mening beshimga kelam bir joy deb yig'lab uy kelganini bilaman. Yurgim shunday ichib ketgan shu joyda. Hamda unda ahvol degan davomli bo'lib turadigan shu yerdagi xalq qarshi chiqolmayotgan bir masala bu. Hakikaten yani. İzleyiş aslında.